O'lim siz o'ylagandan ham yaqin. Tasavvur qiling, siz odatdagidek kuningizni o'tkazyapsiz, rejalar tuzyapsiz, orzular qilasiz. Ertaga qilaman, keyin tavba qilaman, yana vaqtim bor deb o'ylayapsiz. Lekin aynan o'sha lahzada siz ko'ra olmaydigan bir farishta sizga tobora yaqinlashayotgani bo'lishi mumkin. Har kuni dunyo bo'ylab minglab insonlar uyqudan uyg'onmaydi. Ba'zilar ishga ketayotib qaytmaydi. Ba'zilari esa sog'lom holda yurgani bo'lsa-da kutilmaganda bu dunyoni tark etadi. Shunday ekan bir savolni o'zingizga bering. Agar malakul maut, ya'ni Azroil hozir sizning yoningizga kelsa, siz tayyormisiz? Ko'pchilik o'limni faqat keksalarga tegishli deb o'ylaydi. Ammo qabristonga qarasangiz, u yerda yoshlar ham, bolalar ham, qariyalar ham bor. O'lim yosh tanlamaydi, boy kambag'alni ajratmaydi. Eng achinarlisi shundaki, inson ko'pincha o'lim yaqinlashgandagina qilgan xatolarini anglaydi, ammo o'sha paytda ortga qaytishning iloji bo'lmaydi. Dunyo hayoti sinovdir. Har bir so'zimiz, har bir amalimiz yozib boriladi. Hech narsa behuda qolmaydi. Bugun bir nafas olyapmiz, ertaga esa bu imkoniyat bo'ladimi yoki yo'qmi, buni faqat Alloh biladi. Shu sababli aqlli inson tavbani kechiktirmaydi, yaxshilikni ertaga qoldirmaydi va har kunini oxirgi kuni bo'lishi mumkinligini unutmaydi. Malakul Mavt kim? Har bir inson hayotida shunday bir lahza borki, undan hech kim qochib qutula olmaydi. U lahza kelganda na boylik, na mansab, na yaqinlar yordam bera oladi. O'sha lahzada Alloh taolo jonlarni olish vazifasini bergan farishta keladi. Bas uni Azroil, ya'ni Malakul Mavt deb ataymiz. Ko'pchilik uning qiyofasi qanday ekanini, qanotlari nechta ekanini yoki tashqi ko'rinishini bilishni istaydi. Ammo Qur'on va sahih hadislarda bunday tafsilotlar aniq bayon qilinmagan. Shuning uchun musulmon kishi faqat ishonchli manbalarda kelgan ma'lumotlarga tayanadi. Qur'onda Alloh taolo shunday ma'noda xabar beradi: Sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi jonlaringizni oladi, so'ngra Parvardigoringiz huzuriga qaytarilasiz. Bu shuni anglatadiki, o'lim tasodif emas, har bir insonning umri Allohning ilmi va taqdiri bilan belgilangandir. Bir soniya ham oldin, bir soniya ham keyin emas. Ba'zi insonlar hali yoshman, keyinroq ibodat qilaman, tavbaga vaqt bor deb o'ylaydi. Ammo o'lim hech kimni ogohlantirib kelmaydi. Bugun sog'lom yurgan inson ertaga bu dunyoda bo'lmasligi mumkin. Shu sababli mu'min har kuni o'z amalini hisob-kitob qiladi, gunohlariga tavba qiladi va Allohga yaqinlashishga harakat qiladi. Lekin bir savol bor. Malakul Maut mu'minning jonini qanday oladi? Gunohkorning esa jonini qanday oladi? Ularning oxirgi lahzalarini bir xil bo'ladimi? Bu savollarning javobi juda ta'sirli va ibratli. Inson hayotidagi eng muhim lahza bu uning oxirgi nafasidir. Chunki aynan o'sha ondan keyin tavba qilish ham, yana bir yaxshi amal qilish ham imkonsiz bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahih hadislarda xabar berganlaridek, mu'min banda uchun o'lim dahshat emas, balki Allohning rahmatiga olib boruvchi yo'ldir. Mu'minning ajali yetganda rahmat farishtalari keladi. Ular unga xush xabar beradilar. Mu'minning qalbiga xotirjamlik tushadi. So'ng uning ruhi idishdan tomchi suv chiqqani kabi muloyimlik bilan olinadi. Ammo Allohdan yuz o'girgan gunohda davom etgan va tavba qilmagan insonning holati boshqacha bo'ladi. Qur'on va sahih hadislarda bunday kishining jon olish lahzalari og'ir bo'lishi haqida ogohlantiriladi. Bu inson uchun dahshatli haqiqatning boshlanishidir. Shu sababli solih zotlar insonning qanday yashagani muhim, ammo undan ham muhimi qanday holatda bu dunyodan ketganidir deb nasihat qilganlar. Hech kim o'zining oxirgi nafasini qachon olishini bilmaydi. Bugun bizga berilgan vaqt Allohning ne'mati. Uni gunoh bilan emas, tavba, ibodat va yaxshi amallar bilan o'tkazish eng katta foydadir. Endi o'ylab ko'ring. Agar bugun sizning oxirgi kuningiz bo'lsa, Alloh huzuriga qanday amallar bilan borasiz? Lekin voqea shu bilan tugamaydi. Jon tanadan ajralgach ruh qayerga olib ketiladi? Uni farishtalar qanday kutib oladi? Tasavvur qiling. Inson oxirgi nafasini oldi. Uning ko'zlari bir nuqtaga qadaldi. Atrofdagilar yig'layapti, lekin u endi bu dunyodan uzilgan. Ammo asl safar endi boshlanadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarda xabar berganlaridek, mu'minning ruhi tanadan ajralgach, rahmat farishtalari uni hurmat bilan kutib oladilar. Ular ruhni pok kafanga o'rab osmonga olib chiqadilar. Har bir osmon darvozasida bu pok ruh kim deb so'raladi. Farishtalar esa uni dunyodagi eng go'zal ismlari bilan tanishtiradi.
Gunohkor va kofirning ruhi esa bunday sharafga erisha olmaydi. Sahih hadislarda ularning ruhi uchun osmon eshiklari ochilmasligi haqida ogohlantirilgan. Bu esa ular uchun dahshatli safarning boshlanishidir. Shundan so'ng ruh yana qabr tomon qaytariladi. Insonni tuproqqa qo'yishadi. Yaqinlari asta-sekin qabristonni tark etadi. Oyoq tovushlari uzoqlashadi. Ana shu lahzada inson dunyoda hech qachon his qilmagan yolg'izlikni his qiladi. Endi uning yonida na boyligi, na do'stlari, na qarindoshlari qoladi. Faqat amallari unga hamroh bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, insonni uch narsa kuzatadi: oilasi, moli va amali. Ikkitasi qaytadi, bittasi esa qoladi. Oila ham, mol-dunyo ham ortga qaytadi, ammo amal inson bilan qoladi. Lekin qabrda bundan ham dahshatli voqea sodir bo'ladi. Ikki farishta keladi va hech kim qochib qutula olmaydigan 3 ta savolni beradi. O'sha savollarga javob bera olasizmi? Qabr ustiga tuproq tortildi. Odamlar asta-sekin ortga qaytdi. Endi inson yolg'iz. Lekin bu sukunat uzoq davom etmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahih hadislarda xabar berganlaridek, qabrga ikki farishta keladi. Ular insonni o'tkazib, hayotidagi eng muhim savollarni beradilar. Birinchi savol: Robbing kim? Ikkinchi savol: dining nima? Uchinchi savol: sizlarga yuborilgan bu zot haqida nima deysan? Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida. Bu savollarga javobni til emas, insonning iymoni va amali beradi. Mu'min inson Allohning izni bilan Robbim Alloh, dinim Islom, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb javob beradi. Shundan so'ng uning qabri kengaytiriladi va unga jannatdan bir eshik ochiladi. Unga mana Alloh senga tayyorlagan ne'matlar deyiladi. Ammo iymonsiz yoki haqdan yuz o'girgan kishi bu savollarga javob topa olmaydi. U hayrat va qo'rquv ichida bilmayman deydi. Undan keyin uning uchun qabr sinovi og'irlashadi. Shu sababli olimlar qabr savollariga javob bu dunyoda tayyorlanadi deb nasihat qilganlar. Ya'ni javobni yodlab olish emas, balki Allohga iymon, ibodat va solih amallar bilan yashash muhimdir. Bugun o'zingizga savol bering. Agar shu kecha qabrga qo'yilsangiz, bu 3 savolga javob bera olasizmi? Lekin qabr sinovi shu bilan tugamaydi. Qabr qanday qilib jannat bog'laridan bir bog' yoki jahannam chuqurlaridan bir chuqurga aylanishi mumkin? Qabr ko'pchilik uni faqat tuproq ostidagi joy deb o'ylaydi. Ammo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahih hadislarda qabr insonning oxiratdagi birinchi manzili ekanini bildirganlar. Qabr sinovidan muvaffaqiyatli o'tgan kishi uchun undan keyingi bosqichlar yengilroq bo'ladi. Ammo bu sinovda yiqilgan kishi uchun keyingi bosqichlar yanada og'ir bo'ladi. Mu'min banda qabr savollariga to'g'ri javob bergach, Allohning izni bilan uning qabri kengaytiriladi. Unga jannatdan bir eshik ochiladi. Jannatning xushbo'y hidi va ne'matlari barhamand bo'ladi. U ey Robbim, qiyomatni tezroq qilsang edi deb orzu qiladi. Ammo gunohda davom etib Allohning amrlarini mensimagan va tavbasiz ketgan inson uchun qabr torayadi. U o'z amallarining oqibatini ko'ra boshlaydi. Bu holat qiyomatgacha davom etadigan ogohlantirishdir. Shu sababli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoda ekanimizda qabr azobidan Allohdan panoh so'rashni o'rgatganlar. Har bir namozdan keyin va duolarda qabr fitnasi va azobidan panoh tilash musulmon uchun muhim sunnatlardan biridir. Bugun biz hali nafas olyapmiz, hali tavba qilish, namozni boshlash, gunohlarni tark etish va yaxshilik qilish imkonimiz bor. Ammo bu imkon qachongacha davom etishi hech kim bilmaydi. Bir kun kelib har birimiz o'sha qabrga kiramiz. O'shanda biz bilan faqat iymonimiz va amallarimiz qoladi. Lekin qabrda kutayotgan yana bir haqiqat bor. Qiyomatgacha insonning ruhi qanday holatda bo'ladi? Vaqt u yerda qanday o'tadi? Qiyomatgacha ruh qayerda bo'ladi? Inson vafot etgach uning dunyodagi hayoti tugaydi, ammo uning mavjudligi butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. Endi u barzax deb ataladigan hayot bosqichiga o'tadi. Barzax bu dunyo bilan qiyomat kuni orasidagi davrdir. Bu haqida Qur'onda ham so'z yuritiladi. Inson qiyomat qoyim bo'lguniga qadar shu holatda bo'ladi. Sahih hadislarda aytilishicha, mu'min banda uchun barzax hayoti xotirjamlik va rahmat bilan o'tadi. Unga jannatdagi o'rni ko'rsatiladi va qalbi taskin topadi. U qiyomatning kelishini qo'rquv bilan emas, Allohning va'dasiga umid bilan kutadi. Ammo Allohdan yuz o'girgan, tavbasiz ketgan kishi uchun barzax og'ir sinov bo'ladi. U o'z amallarining oqibatini ko'ra boshlaydi va pushaymonlik foyda bermaydigan holatga tushadi. Shuni unutmang,
Vaqt biz uchun qanday o'tsa, barzaxdagi holat boshqacha bo'lishi mumkin. Inson uchun yillar ham bir lahzadek tuyulishi mumkin. Qiyomat qoyim bo'lganida esa hamma Allohning huzurida jamlanadi. Bugun bizga berilgan har bir nafas imkoniyat, birgina chin tavba, ixlos bilan o'qilgan namoz yoki qilingan yaxshilik oxiratdagi holatimizni o'zgartirishi mumkin. O'zingizga savol bering. Agar bugun bu dunyoni tark etsangiz, barzax hayotingiz qanday boshlanadi? Ammo bu hali oxiri emas. Bir kuni karnay chalinadi, osmon va yer larzaga keladi, qabrlar ochiladi va barcha insonlar tiriltiriladi. O'sha dahshatli kun qanday boshlanadi? Tasavvur qiling. Bir kuni kelib Alloh taolo amr beradi. Farishta Isrofil karnayni chaladi. O'sha lahzada osmonlar va yer larzaga keladi. Insoniyat tarixidagi eng dahshatli kun boshlanadi. Qur'onda qiyomat kunining dahshatli haqida ko'p bor ogohlantiriladi. Tog'lar parcha-parcha bo'ladi, dengizlar toshadi, osmon yoriladi, dunyo deb bilgan barcha narsalar o'zgaradi. So'ng Allohning izni bilan ikkinchi marta karnay chalinadi. Shu zahoti barcha insonlar qabrlaridan tiriltiriladi. Odam alayhissalomdan boshlab oxirgi tug'ilgan insongacha barchasi bir joyga jamlanadi. Hech kim bu chaqiriqdan qochib qutula olmaydi. Boy ham, kambag'al ham, podshoh ham, oddiy inson ham bir safda turadi. Bu yerda mansab ham, boylik ham, nasab ham foyda bermaydi. Faqat Allohga bo'lgan iymon va solih amallar insonni qutqaradi. O'sha kuni quyosh juda yaqinlashtiriladi. Odamlar o'z amallariga qarab terga botadilar. Kimningdir teri to'pog'igacha, kimningdir tizzasigacha, yana boshqalarniki undan ham balandroq bo'ladi. Har kim o'zining amali uchun javob beradi. Inson o'shanda dunyoda o'tkazgan har bir daqiqasini eslaydi. Bekorga ketgan vaqt, qoldirilgan namozlar, aytilgan yolg'onlar va qilingan yaxshiliklar hammasi uning oldiga chiqadi. Shunda ko'pchilik qaniydi, dunyoga yana bir marta qaytsam deb armon qiladi. Ammo endi ortga qaytishning iloji bo'lmaydi. Lekin bunda ham dahshatli lahza hali oldinda. Har bir insonning amal daftari ochiladi va unda yozilgan biror narsa ham yashirilmaydi. Tasavvur qiling. Siz milliardlab insonlar orasida turibsiz. Hech kim gapirmaydi. Har bir qalbda qo'rquv, chunki eng muhim lahza yaqinlashmoqda. Alloh taoloning amri bilan har bir insonga amal daftari beriladi. Qur'onda inson qilgan eng kichik yaxshilik ham, eng kichik yomonlik ham hisobsiz qolmasligi haqida xabar beriladi. Dunyoda unutgan har bir so'z, yashirin qilgan har bir amal, hech kim ko'rmagan har bir ish parchasi yozilgan bo'ladi. Ba'zi insonlar amal daftarlarini o'ng qo'li bilan oladi. Bu ular uchun najot va quvonchning boshlanishidir. Ular mana mening kitobimni o'qinglar deb xursand bo'ladilar. Ammo boshqalarga amal daftari chap qo'li bilan yoki orqasidan beriladi. O'sha lahzada ular cheksiz pushaymonlar bo'ladilar. Ular qaniydi menga bu kitob berilmaganida edi deb armon qiladilar. Ammo endi na tavba bor, na ortga qaytish. O'sha kuni insonning tili, qo'llari, oyoqlari va boshqa a'zolari ham Allohning izni bilan guvohlik beradi. Insonlar inkor etishga urinadi, lekin o'z a'zolari qilgan amallarini bayon qiladi. Hech qanday sir yashirin qolmaydi. Dunyoda yolg'izman deb qilgan ishlar ham, odamlar ko'rmagan gunohlar ham oshkor bo'ladi. Shunda inson tushunadi, bu dunyoda juda qisqa edi. Asl hayot esa oxirat ekan. Ammo hisob kitob hali tugamaydi. Har bir amal taroziga qo'yiladi. Birgina yaxshi amal najotga sabab bo'lishi, birgina gunoh esa halokatga olib borishi mumkin. Mezon amallar tarozisida nimalar yuz beradi? Eng so'nggi hukm. Mana insonning butun umri ortda qoldi. Amallar daftari ochildi. Har bir so'z va har bir amal ma'lum bo'ldi. Endi esa eng muhim lahza, hisob kitob boshlanadi. Qur'on va sahih hadislarda xabar berganlardek, hech kimga zarracha ham zulm qilinmaydi. Kim yaxshilik qilgani bo'lsa, uning mukofotini topadi. Kim gunoh qilgan bo'lsa, uning hisobini beradi. O'sha kuni inson dunyoda bekorga o'tkazgan har bir daqiqasi uchun pushaymon bo'lishi mumkin. Chunki bu dunyo faqat sinov edi. Asl hayot esa oxiratdir. Ba'zilar Allohning rahmati bilan najot topadilar. Ularning qalblari xotirjam bo'ladi. Ular uchun abadiy ne'matlar tayyorlangan. Boshqalar esa dunyoda Allohning ogohlantirishlarini mensimaganlar uchun qattiq armon chekadilar. Ammo u paytda ortga qaytishning iloji bo'lmaydi. Aziz birodarim, bu hikoya qo'rqitish uchun emas, uyg'otish uchun aytildi. Bugun biz tirikmiz.
hali tavba qilishga, namozni to'g'ri ado etishga, ota-onamizga yaxshilik qilishga, birovning haqqini qaytarishga va Allohga yaqinlashishga imkonimiz bor. Hech birimiz malakul maut qachon kelishini bilmaymiz. Balki bugun, balki ertaga, balki yillar o'tib, buni faqat Alloh biladi. Shuning uchun har bir kunni oxirgi kunimizdek qadrlaylik. Solih amallarni ko'paytiraylik va Allohdan go'zal xotima so'raylik. Alloh taolo barchamizni iymon bilan yashab, iymon bilan bu dunyodan ketadigan bandalardan qilsin. Amin. Agar bu hikoya sizni o'ylantirgan bo'lsa, uni boshqalarga ham ulashing. Balki siz sabab har bir inson tavba qilar, namozini boshlashga qaror qilar yoki Allohga yaqinlashar. Bu esa siz uchun ham davom etadigan savob bo'lishi mumkin. Bugungi videomiz sizga manfaatli teggan bo'lsa, biz xursandmiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang va keyingi manfaatli videolarni kuzatishda davom eting.